Bu videoda spoilerlar bor. Sword Art Online'ga xush kelibsiz. Sword Art Online eng zo'r o'yin. Sword Art Online eng zo'r o'yin. Endi kimdir 100 ta qavatdan o'tmagunigacha o'yindan chiqa olmaysizlar. İyi bile. Ha, sizganimdek bu yerda hamma o'g'il bola. Qaytgancha bu yerda o'lsangiz hayotda ham o'lasiz. Hoy, ketdik mana anime syujeti uchun menga do'st kerak. Hoy, to'xtamay, ikkinchi darajali personaj bo'lgim kelmayapti. Balkim odamlarga men qiziqroq bo'laman. O'chir ovozingni qiling. Qachonki bosh qahramon bo'lganingda gapirasan, xo'pmi? Oradan 2 oy o'tdi, 2000 ta o'yinchi halok bo'ldi. Juda ham ko'p o'yinchilar o'lib ketdi. Sizning asosiy vazifangiz bor edi, o'lmaslik. Ey xudo, men o'lyapman. Mayli, eliksir ichib ol. O'sha bu oxirgi damlarim. Jallab eliksir ichdiman. Ota-onamga yaxshi ko'rishimni yetkazib qo'y. Balkim eliksirni tezroq icharsan. Nega eliksir ichmadi? Mayli, po'xoy, o'zim eplayman. Ey xudo, undan bolali bo'lgim kelyapti. Kim bu o'zi? Men qora qilichbozman. Men unda Supermanman. Qanaqasiga u bunchalik kuchli bo'lib ketdi? Men kuchli emasman. Endi syujet bo'yicha qiz topishgan vaqti kelishi kerak. Qizim bo'lasanmi? Ha, sen menga yoqib. Qizim bo'lasanmi? Yosh yomon ikkida. Qizim bo'lasanmi? Mayli, lekin bir narsa, men Dubayda ishlayman. Pizdец. Mayli, senchi? Jinnimisan? Sen meni umuman vkusumdamisan? Bu nihoyat ideal. Salom. Salom. Menga turmushga chiqasanmi? Okey. Bir kun mehmonim bo'lishgacha. Okey. Nima endi biz bolalik bo'lamizmi? Yo'q, jinnimisan? Kerita qara nima topdim. Bilya, hazillashyapsizlarmi? Qoldirsak bo'ladimi? Yo'q. Qara shirinligini. Yo'q. Iltimos. Yo'q. Unaqada endi bir oysam bilan yotmayman. Mayli, hazillashdim. Faqat o'zing ovqatlantirib aylantirib yurasan. Ota-onam so'zmasizlar. Ha. Yo'q. Balki endi kuchli paytimga qaytarmiz. Bilya, ikkita qilich ko'tara olaman endi. Bu haqqoning o'zi. O'chir ovozingni qiling. Qachonki bosh qahramon bo'lsang gapirasan. Brat, mana bu yerda hech kim yutolmaydi. Xafa bo'lmagin, kerak emas. Savodagi barcha zamonlar orasidagi eng kuchli o'yinchisiman. Nima? Birga bir chiqishga to'xin yetadimi? Blok. Heathcliff, yutdi. Stop, e'tirozim bor. Nima? Sankayaba Kichiko-san, to'g'rimi? Nima deyapsan? Animeda bosh qahramonni faqat antagonist oladi. Barakalla, Kirita, kelling ishlarkan. Endi men bilan jang qil. Stop, rostami? Hazillashyaptimi-ku? Voy bilan bexosa deb ketdi. Suni nega? Hayotimda bir marta bo'lsa ham foyda keltiradigandim. Baribir jallab o'lib ketaman uchun voy. Endi sen o'lasan. Siz o'ldingiz. Chet rejimiga o'tash. Nima? Men axir o'ynadmayman-ku. GVP. O'yinni yutding, tabriklayman. Xo'sh, endi aytasizmi, qanaqa qilib mingta o'yinchini qamab qo'yganingizni? Esimda yo'q. Pizdец. Real hayotga qaytganimizda senga zo'r narsa qilib beraman. Okey. Jallab tur o'rningda menga nima deganding? Afsuski, u hali beri uyg'onmaydi. Sen kim bo'lding? Unga uylanadigan animedagi yangi yomon bo'laman. Xo'sh, pedofilga o'xshaydigan brat, hali kuningni ko'rsatadigan vaqtim keladi. Salom, men insestman. Kechir, insest menga hozir qiziqmas. Endi nima qilaman? Yangi qitcha o'yin haqida eshitdingmi? Hozir o'yin payti emas. Asunani qanaqa qilib qutqarsam bo'larkan? Stop, bu yangi o'yinda o'tsa bo'ladimi? Jalla, hozir borib sinab ko'raman. Asunani qutqarishchi. Kim edi u? Seni soching qora va o'yinlarni zo'r o'ynayotgansan. Xuddi akamga o'xshab. Sen esa ko'kraklaring xuddi senikidek katta ekan. Qaytgancha akamni sevishimni senga aytganmidim. Tasavvur qil, akang bo'lib chiqsam-a? Aka, bu sizmi Nima? deysiz? Hazillashyapsizlarmi? Bilya. Akamlar sevishyapman deb o'ylamagandim. Suvga to'xta. Hammasini tushuntirib beraman. Hammasi joyida unutib yubordim. Keling, yaxshi o'yin o'ynaymiz. Bu final bo'lsa yutib bo'lmaydi. Mana kimni bo'layapsa? Axir Kirito. Okey, mayli, ikkinchi martasi halol bo'ladi. Bu safar do'stlik kuchi bilan. Men esa qayerda kelib qoldim? Okey, uddaladik. Endi seni qutqarsam bo'ldi. Qanaqa qilib qutqarmoqchisan? Animeni tugatish orqali. To'xta, ablah. Yana sanmi? Stop, qatdan kelib qolding. Esimda yo'q. Pizdец. Chet rejimiga o'tash. Nima? Qanaqasiga? Qayaba. Final raundda jang qiling. Va nihoyat tugadi. Qizimni qutqardim, yomon bolani yutdim va 2 yildan beri qiynalib yurgan o'yinimni va nihoyat tugatdim. Va endi qilishim kerak bo'lgan oxirgi narsa qoldi. Sword Art Online'ni yana bir bor yutib chiqish. Xo'sh bolalar, tarjima qildi va ovozlashtirdi. Albatta, like va podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar va ijtimoiy tarmoqlarimga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat.